Готоvo. Запись ketdi. Запись ketdi bizda, значит, bo'ldi. Так, qaranglar. Tak, pullback. Pullbackdan oldin bizga market struktura degan narsani biz bilishimiz kerak. Pullback degani bu ssenariy ishindagi bir отдельный tema. Pullback. Pullback degani bu o'sha bozorga rinq bo'yicha birga yurish, rinq bo'yicha birga yurib, сделка ochib kirib ketish. O'sha narsa pullback deyiladi. No, pullbackda sekretlari bor. Bu sekret hech kim sizga aytmagan. YouTube'da ham, Google, Chrome, Yandex, hech qaysi sotsial setda sizlarga pullback bo'yicha informatsiya berilmagan. Market struktura degan narsa bor, hammamiz bilamiz. Bozorda ikkita trend bo'ladi, up trend bo'ladi, nima bo'ladi bizda? Down trend bo'ladi, to'g'rimi? Birinchisi up trend degani bu что o'suvchi trend. Faqat payga qarab o'suvchi trend. Down trend sellga qarab yuradi, to'lka. Sellga qarab yuradigan trend. To'g'rimi? Down trendda biz short qaraymiz, up trendda biz long qaraymiz-da, polni. Grafikada qalay ko'rinishda bo'ladi? Tak, biz trendline emas, birinchi misol impuls bo'ladigan bo'lsa, impulsdan keyin orqaga bitta retest bo'ladi. Retest bo'lgandan keyin maksimum olinadi, impuls bo'lsa. O'sha maksimum olingan joyga retest beradi. Retest bergandan keyin yana maksimum olinadi. Shu. Yana retest, yana maksimum olinadi. Uptrendda только maksimum tochkalar olinadi. Только maksimum olinadi. Maksimum yangilanib ketiladi. Maksimum olinib ketiladi. Down trendda bo'lsa, только bizda minimum olinadi. Minimum bo'lsa, minimumni yangilaydi, retest, dalshi minimumni yangilaydi, retest, dalshi minimumni yangilab ketadi. Xuddi shu ko'rinish bu down trend. Только minimum olinadi. Bunda только maksimum tochkalar olinadi. Qatib qolib chatar. Davuschu. Davus bar. Kimda qatyapti? Bar Davus, bar. Qatib qoldi. Davosi bor. Ko'rinmayotganlar kirib qaytadan chiqsin. Tak, normalmi? Ya, normalmi ber. Shu. Bo'ldi. Mana bu ko'rib turganlaring uptrend. Mana bu ko'rib turganlaring down trend. Qanday bu? Ya qatib tur. Qatib qoldimi, ey? Yo'q, qattiqroq. Ko'rinayotir, yaxshi ko'rinayotir. Qaytib ko'rsangizlar-chi, qaytib qo'shilasiz o'zi. Kas kremmen. Shu. Qatib turgan yo'q. Birov aytadi, qatadi. Barlig'i четко qatgan yo'q ishtimi, normalniy barlig'i. Просто sектор samayt qasharmi? Tek söylemay yo'q, tek söylemaymiz, qatib yotir. Men video kutib turman. Qaranglar, video ko'rinmaydigan odamlar, qatib qolayotganlar, chiqinglarda, qaytadan kiringlar. Общий Telegramdan chiqib ketinglar, bir keshni tozalanglar, istoriyani, keyin Telegramga qaytib kiringlar kanalga. Qaytib ko'rsalaring qatpaydi. O'chirib olibman. Xo'p, bizda ikki xil trend bo'ladi. Up trend bo'ladi, down trend bo'ladi. Up trendda
только maksimum tochkalar yangilanadi. Только maksimum tochka olinadi. Downtrendda только minimum tochkalar olinadi. Minimumda. Bizga kerak kanal. Kanal degani bu uptrend bilan downtrendni trend line'ini birga tortuv kerak. Bu qanday bo'ladi? Misol, uptrend trend line bunday tortiladi, ustidan shu tortiladi. Bu bizda kanal paydo bo'ladi. Kanal paydo bo'lgan kezda minimumda ham o'shanday. Trend line tortiladi, bunda ham trend line tortiladi, kanal bo'ladi. Biz pullbackni qayerdan qaraymiz? Meni pullback degani ne degani? Pullback bu SNR strategiyasini ichindagi отдельный tema. Bu tema bo'yicha sizlar tochka vходda qarasalaring bo'ladi. Lishniy bozorda o'zlaring analiz isteb o'tirsalaring bo'ladi pullback bo'yicha. Bugun pullback bo'yicha full idealniy informatsiya beraman, sekretlarni aytaman. Xudo xolasa o'zlaring analiz qilib bozorga kirib ko'rasizlar, сделка ochib. Так. Например, bizga uptrenddan downtrendga, misol downtrenddan uptrendga o'tgan bozorda joyi kerak. Primer mana misol downtrend bu keldi, downtrend bu keldi. Qarasalaring faqat minimum olindi. Minimum olingandan keyin downtrend qachon o'zgaradi? Qachon uptrendga o'zgaradi? Что последний maksimum olingandan keyin уже biz uptrendga o'tib ketamiz. Что bitta mana shu последний maksimumni olinishini biz kutishimiz kerak. Последний maksimum olingandan keyin biz уже avtomatik downtrendga o'tamiz. O trend line bunday tortsa ham o'sha kanalda yorib chiqqan bo'ladi-da, downtrenddan uptrendga o'tgan holat kerak. Xo'p, downtrenddan uptrendga o'tgandan keyin pullback o'zi qanday ishlaydi? Pullback degani bu bitta maksimum tochka bo'ladi. Bitta maksimum tochkani olinishini kutamiz-da. Olingandan keyin retest beradi. Retest bergan kezda maksimum ishga qoladi. O'sha ikkinchi maksimum yangilangandan keyin, ikkinchi maksimumni olingandan keyin biz сделка ochamiz, savdoga kiramiz. To'g'ri, retestdan kiriladi. Вот. Bizga tochka vхода вот mana shu zona bo'ladi. TVH shu zonada bo'ladi. Вот, bu to'g'ri. Pullbackni pravilasi qalay bo'ladi? Birinchi maksimum tochkani o'tkazib yoramiz. Birinchisidan qaramaymiz, birinchisidan istamaymiz. Birinchisini propustit qilamiz. Ikkinchi maksimum tochka olingandan keyin, что ikkinchi maksimum tochka mana olindi. Olingandan keyin o'sha joyga retest beradi. O'sha retest bergan joyi bizga TVH bo'lib beradi. Xuddi mana shu joyni uptrenddan downtrendga o'tadi-ku, mana misol downtrend bo'lib keldi. Keyin uptrendga o'tdi. Primer birinchini o'tkazamizda biz ikkinchidan TVH qaraymiz. Xo'p, buni realniy grafikada hozir ko'rsataman men. Qarab o'tiringlar, tinglab. Tak, pullback bu H1 time frame'da ishlaydi. 1 soatlik time frame'da ishlaydi. 1 soatlikda H4, какой-то M30 yoki boshqa time frame'ga qaramasizlar. Только H1da bo'ladi. Xo'p, pullbackni ko'rinishi mana. Что yana qaytadan aytaman, qaranglar. Yana qaytadan tushuntiraman. Pullback birinchi maksimum bo'ladi bizda. Maksimum olinadi. Maksimum olingandan keyin retest berib dalish ketadi. O'sha ikkinchi maksimumni oladi, to'g'rimi? O'sha ikkinchi maksimum olingan joyi biz zona qilib olamiz o'zimizga. Zona qilib olgan mana shu joyimiz bizga TVH bo'lib beradi. TVHni kichkina time frame'da o'tib qarashimiz kerak. Kichkina time frame deganda bizga M1, M5 yoki M15 kerak bo'ladi. TVH uchun bizga kerak bo'ladigan time frame M1 yoki M5 yoki M15. Вот. Ketadi dalchi. Вот. Birinchi zonani propustit qilamiz, ishlamaymiz. Va ikkinchisi maksimumdan ishlaymiz. Что birinchi maksimum olinishini kutamiz. Bo'ldi. Olingandan keyin
Уже retest beradi. Retest berib dalchi ketadi, уже ikkinchi maksimum bo'ladi. Вот, mana bu tochka, mana birinchi maksimum bo'lsa, mana ikkinchi maksimum. Ikkinchi maksimum olingandan keyin retest beradi zonaga. O'sha retest joyi bizga TVH bo'ladi. TVH ni biz shu time frame'larda qaraymiz. Kichkina multi time frame'da. M1, M5, M15. Hop, buni realniy grafikada qaraymiz hozir. H1 time frame. Tak. Вот. Tak, bularni o'chirib turamiz. Вот, H1 time frame'da qaranglar. Вот, bu yerda to'lka nima bo'ldi? H1 bo'yicha bizda trend line hozir olay. Tak, qaraymiz. H1 bo'yicha вот bizda trend line bor edi, down trendni trend line bor edi. Bizda 4 ta kasaniya bor edi. Вот e'tibor berib qarasak, вот minimum olindi, minimum olindi. Dalchi minimum olindi, minimum olindi. E'tibor berib qarasak, faqat minimum olindi. Вот. Mana bu joyda mana trend line ni breakout qildi. Breakout bo'lgan joyi. Trend line breakout qilishdan oldin birinchi maksimum mana bu tochkada edi, mana bu joy, to'g'rimi? Maksimum tochka. Buni breakout qildi. Вот, impuls bilan breakout qildi, keldi mana. Endi shu joydan boshlab qaraymiz, qaranglar. Tak, maksimum bo'ldi, to'g'rimi? Mana maksimum. Maksimumni bizda oldi, maksimum mana olindi. Tak, yana retest, dalchi buy bo'ldi. Вот, birinchi maksimum olindi bizda. Biz nima qilishimiz kerak? Birinchisini propustit qilib, ikkinchisidan kirishimiz kerak. Xo'p, ikkinchi maksimum bizda mana, to'g'rimi? Mana bu tochka. Ikkinchi maksimum to'ji olindi bizda. Вот. Shu olindi, maksimum yana olindi. Olingandan keyin o'sha maksimum tochkaga, вот, mana shu maksimum tochkaga e'tibor berib qaranglar. Biz buni zona qilib oladigan bo'lsak, imенно o'sha joyga вот retestga keldi. Retest berib dalchi ketdi o'sha bilan buyga impuls olib. Biz birinchi pullback bo'yicha birinchi maksimumni propustit qildik. Ikkinchi maksimum olingandan keyin retestdan shu joydan TVH ga qarashimiz kerak. Hop, tushunyapsizlar, ha? Qaranglar, yana qayta повторение aytaman. Yana bir ret aytaman, qaranglar. Yaxshilab e'tibor berib, vнимательный bo'lib qaranglar. Pullback degani ko'proq uptrend trendida ishlaydi bu strategiya. Strategiyaning ichidagi bir tema bu pullback degan. Pullback to'lka buyda ishlaydi. O'zim buyda bu to'lka ishlataman buni. Xo'p, bilasizlar, buyga bozor mana shunday yuradi, to'g'rimi? Mana shunday yuradi. To'lka maksimumni olib yuradi, ha? Endi men buni chiroyli qilib chizadigan bo'lsam, вот. Maksimum olindi, retest, еще maksimum olinadi, to'g'rimi? Yana retest, yana maksimum olinib ketaveradi. Shu ko'rinishda ketadi. Nu, bizga основной kerak bo'ladigan joyi mana shu ikkita kasaniya. Birinchi boshidagi ikkita kasaniya. Birinchi maksimumni biz o'tkazib yuboramiz, propustit qilamiz. Что retestga kelsa ham bu joydan kirmaymiz, TVH qaramaymiz. Nu, ikkinchi maksimumni olgandan keyin bu yerni biz o'zimizga zona qilib olamiz. Что o'shani retesti bizga TVH bo'lib beradi. TVH zona shu joyda bo'ladi. Retest, dalchi buy. Endi shuni mana bu grafikada ko'rib chiqsak, вот. Qanaqa rang qilsa bo'ladi buni? Nu, mana qaranglar. Xo'p. Ana shu joyni qaranglar, yaxshilab. Что mana birinchi maksimum mana bizda. Birinchi maksimum propustit bo'ldi. Ot olindi. Birinchi maksimum olingandan keyin bo'ldi. Undan keyin yana maksimum bizda bo'ldi. Yana maksimum narx hosil bo'ldi.
maksimum narxdan keyin bu avtomatik yana olindi. Olingandan keyin retest. Shu retest mana shu zonadan bo'ladi. Dalchi buy qaraymiz. Shu mana bu narsa mana realniy grafikada. Bu narsani uptrendda, downtrenddan uptrendga o'tgan kezda qo'llaymiz faqat. O'sha downtrend bo'lib keladi-da. Primer sizlar trendline tortasizlar. Trendline tortgan kezda bu вот. Trendline breakout bo'lgandan keyin bozor avtomatik uptrendga o'tib ketadi уже yana. Bunda faqat astidagi likvidlarni minimumlarni olib keladi. Bunda to'lka maksimumlarni olib keladi. Endi biz birinchi maksimumni propustit qilib, ikkinchi maksimumni retesidan savdoga kirishimiz kerak. Bu TVX qaraydigan joyimiz. По-моему, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi bu joydan H1 time frame bu bizda ishlagan zonalar. Tak, birinchi zona вот bizda ikkinchi zona. Nega birinchi, ikkinchi zona deyapman? Maksimum 1, maksimum 2, to'g'rimi? Вот 1 olindi, 2dan kirishimiz kerak uje. 2ni biz o'zimizga что zona qilib olsak ham bo'ladi. Вот. Bizga точка входani shu joyda o'zida berib ketyapti mana. T va X. Xo'p, bu joyda ham misol yana ortga ozgina qaytgan dalchi buy ketgan, ha? Yana bu joydan ketma-ket zona olib ketsak bo'ladi. Уже ikkinchi TVX. Что bundan mana yana zona olsak, bizda yana retestga kelgan, bu avtomatik bizda uchinchi TVX bo'ladi. Чтобы grafikani qarasanglar, qaysi traderda ko'rgan bo'lsalaring, buy oshib ketgan bo'ladi, ha? Buy dalivka qilib. O'sha buy dalivkani sababi, prichinasi ular o'sha pullback degan strategiyani yaxshi biladi. Pullback degan strategiya bo'yicha ishlaydi. O primer, endi zonalarda olib qaragan bo'lsak, mana misol H1 zona, H1 zonadan biz TVXni olishimiz kerak, чтобы kichkina time framedan. Kichkina time frame deganda M1, M5, M15 dedim, ha? Xo'p, M5 bo'yicha qarasak, tak mana zonadan reaksiya olgan joy mana. Mana zonadan reaksiya olib ketgan joy, что retest dalchi buy bo'lgan-ku mana. Xo'p. H1 zona mana o. Mana H1 zona mana bu joyda, to'g'rimi? M5da o'shani retestini qarayapmiz hozir. M5da prosta TVX olish uchun kichkina time frame ga o'tishimiz kerak. No. Bizda bugun almatinskilarga o'rgatildi zonadan reaksiyani qanaqa olishni. Misol bu joyda qarasak, M1 bo'yicha mana trendline breakout bo'lgan. Вот, trendline breakout, retest, dalchi buy. Вот. TVX reaksiya bor uje. Birinchisini ko'rsak bo'ladi. Bugun Almatidagilarga polni bilim berildi. Ikkinchisi bizda вот 3 soldat zonaning ichida. Вот mana 3 soldat. Impuls qilishcha impuls bo'ldi, ha? Bu narsa ham ikkinchi reaksiya deganman sizlarga. Bu narsa как раз zonaning ichida trendline breakout bo'lishdan oldin bo'layotgan narsa. Zonadan chiqib ketish joyida bizda M5da edge bo'lyapti. Edge degani engulfing. Общий qaraydigan bo'lsak, bizda yana trendline misol breakout bo'lgan joyda ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi kasaniyada bu. 3 ta kasaniya bor ekan. 3 ta kasaniya bor. Mana yerda trendline buzilgan, ichki trendline, mana yerda tashqi trendline buzilgan. Tashqi trendline buzilgandan keyin вот biz yana buy qarayapmiz. Вот. Zonadan reaksiyani pullbackdan o'sha bugun o'rgatdim-ku. Reaksiyani o'rgatdim, M1da o'rgatdim, edge'ni o'rgatdim. Даже asosni ham qo'llasalaring bo'ladi. M30 ga o'tib qarasak, o'sha pullback joyida asosdan reaksiya qarasak bo'ladi. Tak. Line'ga qo'yamiz. Line'ga qo'ygandan keyin hozir
O't bizda to'ji asosan bor bo'lgan zonadan. Mana. Zonadan o't asosan bor edi. Sizlarga o'rgatilgan osnova. Buni yaponskiy switchaga qo'yib, M15 ga o'tkazsak, M15 time frame'ga, M15 da ham bizda nima bo'lgan? Trendline breakout bo'lgan, trendline breakout bo'lgan zonadan reaksiya olib, dalchi bizga ketgan. Qarasak mana. Ketdi. Trendline breakoutdan keyin. Xo'p, zonadan reaksiyani shunday kutib olsak bo'ladi. Endi qaranglar. Men sizlarga ertaga bir idealniy bitta TVX olish yo'lini o'rgataman. Kanalda xudo xolasa maksimalni aktiv bo'lasizlar. Bu TVXni ertaga bermaydi sizlarga. O'sha Malayziya SNR ishidagi TVX confirmation, что ishlaydigan confirmation. Buni kimdirlar sizlarga o'sha $100 ga, например, anov strategiyani bilmaydigan odam $100-200 ga sotib yuribdi. Strategiyani biladigan odam $800, $1000, даже o'sha million tengaga sotib yurgan TVXni men sizlarga besplatni o'rgataman ertaga. Nu условия bor. Kanalda maksimal aktiv bo'lsa, silkani поделиться qilib, kanalda qolib tursalaring, sizlarga besplatni shunaqa saboqlar beriladi. Tak, boya kanalda signal berildi, 2 ret signal berildi. 3 ret signal berildi. По-моему, 3 ret signal berildi. O signalni просто tak bitta obzor qilib beramiz sizlarga. O'zlaring bu narsani ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Yo'q, qatib qolgan yo'q, o'zim turibman joyimda. Xo'p, qaranglar. Tak, signal berildi, что nechidan? Tak, gold hozir ko'ramiz. Hop, gold buy now 80-75 dan sizlarga signal berildi. Bo'ldi. 34 80 34 75. Stop 10 punkt. 10 punkt stop. Вообще kichkina. 75 dan 74 gacha 10 punkt stop loss. Take profit 85 92 berildi sizlarga. 80 bilan 75 dan nima bor edi? SNR bo'yicha qarab chiqsak. Tak. Urgan shunday qo'ysak. 75 75 80 mana. Bu yerda ko'rib chiqadigan narsamiz bor. Что H1 time frame ga qo'ysak ham bu yerda nima bor bizda? Men sizlarga hozir aytaman. Tak, H1 time frame da bizda nima bo'ldi? SNR bo'yicha qarasak, bizda trendline breakout bo'lgandan keyin impuls olib ketdi. Impuls olib ketgandan keyin o'sha joyga retest berish kerak edi. Retest bergan joyi. Retest berishdan oldin bizga V bo'ldi, support. Supportdan keyin ikkinchi V ni yasadi. H1 da o'zida bizga kuchli asosni berdi bu yerda. H1 da o'zida. Xo'p, birinchi prichina. Ikkinchi prichina, o'tib qaraydigan bo'lsak, bu yerda edge bor edi. O'sha edge buy edge bor edi, zonaning ichida. Biz imенно mana shu zonadan kirdik o'zimiz. To'g'rimi? Tak, ikkinchi prichina edge bor edi bu zonada. Uchinchi prichina. Uchinchi sabab bizda nima bor edi? Aktivlashgan trendline bor edi. Aktivlashgan degani, чтобы trendline ishlab ketadigan trendline degani, misol. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kasaniya bo'lsa, qaysidir kasaniyada aktivniy bo'ladi. Xo'p, birinchi, ikkinchi, uchinchi kasaniya, uchinchisidan impuls olib, mana maksimumni olib ketadi. Bu trendline bo'yicha еще yana saboq bor hali. Sizlarga o'rgatilgan обычный trendline и trendline mix o'rgatilganda, и 3 kasaniya o'rgatilgan. Bugun qarasak, kasaniya 1, kasaniya 2, to'g'rimi? Xo'p, dalch qaraydigan bo'lsak, kasaniya 2, kasaniya 3. Kasaniya 3 mi? Kasaniya 4. Kasaniya 4 da bizda resistance zona bor edi. Aytyapman, trendline bo'yicha aktivniy trendline bo'lsa, mana bu maksimumni olib ketadi. По-любому impuls bilan. Bugun nima bo'ldi? Bugun o'sha maksimumni olib ketdi impuls bilan. Что men примерно o'sha
90-92 zonaga take profit 2 ni berdim. Take profit 2. Take profit 1 mana yerlarda edi. Bizda take profit 1 ni ham, take profit 2 ni ham oldi. 4 ta 5 ta prichina bo'lgandan keyin men sizlarga signal berdim. O'zimiz kirganmiz, take profit 2 alinganlar. Boya sizlarga tashladim. Mana yerda yozdim men. Tak 80%, 80% jabu kerak dedim, ha? Mana. 80% jabu kerak degan ne degan? Siz misol 5 ta shtuk сделка açsangiz, 5 shtuk сделка açadigan bo'lsangiz, где-то 3 shtukini japasiz. 3 shtukini japib, 2 shtukini bezubitkada olib qolasiz. Bezubitka degani что сделка ochiladi. Сделка ochilgandan keyin u buy yursa, уже profitda bo'ladi-ku bu сделкamiz. Пример 001 сделка bor-a bizda. Ustiga stop qo'yib qo'yamiz. Чтобы рынок yana kelsa-da bizni stopimizni oladi, bezubitkani oladi. Bu yerda siz profit ham qilmaysiz, ziyon ham, minus ham qilmaysiz. Просто tak 0 da chiqib ketasiz. Men aytdim, 80% japamiz, 20%ni 20%ni bu qo'yamiz dedim. Men o'zim. Vot, qaranglar. O'zim где-то 10 tadan ko'p сделка ochdim. Vot. O'sha zonadan ochganman mana. 80 bilan 78 da ochganman. Что 75, 80 bizda zona edi. O'zim mana shu zonada ochdim. Где-то 10 tadan ko'p сделка bor edi. Keyin dalchi sabaq haqida aytdim, sabaq bo'ladi deb. Undan keyin dalchi qaraydigan bo'lsak, vot o'zim eng pastdagi, eng astindagi сделкаlarni olib qoldim bezubitkada. Ustiga mana qaranglar, stop qo'yib qo'ydim. Bezubitka qilib. Bo'ldi. Mana shu 001 сделкамni o'zi menga bir kunda 160-170 dollar profit olib kelib berdi. Men hozir o'zimda hali turibdi. Chapkanim yo'q. Bezubitkada turibdi. Sizlarga aytaman, men aytganim bo'yicha xudo xolasa ishlasalaring, sizlar profitda bo'lasizlar. Чтобы men aytgan bo'yicha, meni pravilam bo'yicha ishlanglar, hammalaring xudo xolasa profitga chiqasizlar. Tak, zapisni to'xtataman.